Uchburchak, doira, kvadrat yoki to'rtburchak. Foydali shakllarni bilsak. Uchburchak, doira, kvadrat yoki to'rtburchak. Foydali shakllarni bilsak. Quyoshning shakli qanday? To'rtburchakmi doira? Quyosh albatta doira. Tog'larning shakli qanday? To'rtburchakmi uchburchak? Tog'larning shakli uchburchak. Uchburchak, doira, kvadrat yoki to'rtburchak. Ranglardagi raqamlar ko'rsatilgan pastda. Ko'ryapmizmi? Ana shu tepadagi raqamlar qaysi rangda bo'lsa, pastdagi raqamlarni ham o'sha rangga bo'yab chiqamiz. Mana bu shakllarni esa aylanadi. Mana qizaloqni qayerida aylanalar bor? Qulog'ida, yelkasida, kallasida, bo'yniga taqib olgan tumorchasi dumaloq, ha? O'sha dumaloqni sariq rangga bo'yab chiqamiz. Uchburchak joylari qayerda? Bantik uchburchak, ko'ylak uchburchak. Ha, o'sha uchburchak qizil rangga ekan. Uni qizil rangga bo'yaymiz. Havo rang. Qaysi shaklda turibdi? Kvadratda turibdi. Demak, kvadratlarni ko'kka bo'yaymiz. To'rtburchak shaklimizni esa yashilga bo'yab chiqamiz ekan. Tushundikmi? Ana shunday qilib davom etamiz.